Ben beradigan javob kesilmaydimi? Boshida biz ogohlantirgan videomiz ham turadi mana shu video ichida. Xo'p, bo'lmasam akama maydalashib o'tirmaydi. Botir Qodirovni men mana shu ochiq maydonga suhbatga taklif qilaman. Xalqni qoshida kelib, duxu yetsa, kesinda mana men bilan suhbat qilsin. Men madaniy suhbatga chaqiryapman. Hech kim uni urib o'tirmaydi. Agar sizlar ruxsat bersanglar, mana shu sizlarni ko'rsatuvlarda, intervyuda kelsin. Mana men bilan ochiq, xalqqa ochiq holatda suhbat qilamiz. Menga shu yonimda ko'zimga qarab javob bersa, meni qo'limdagi dalillarga. Kim haq, kim nohaqligini men ochib beradigan dalillarim juda ham ko'p. Agar uni ekranga qo'yish iloji bo'lsa, men hammasini berishim mumkin ularni. Men yana bir marta aytyapman, madaniy suhbatga chaqiraman. Mana hamma dalilim qo'limda bor. Xalqqa oldida mana ikkalamiz suhbat qilamiz. Primoy efir qilamiz kerak bo'lsa. Yozib olib emas. Primoy efir qilamiz, kesmasdan shunday xalq totli javob beramiz. Bu javobda menga bitta narsa ma'qul keldi. Menimcha tomoshabinlarimiz izohda yozib qoldirishadi. Botir Qodirov tashrif buyurib, madaniy suhbat bo'lganligi uchun jamoamiz bilan qarshiligimiz yo'q. Marhamat.